O, sekinroq gapir. Otam akam bilan meni birdek ko'rganlar. Shuning uchun yaxshi niyat qilib katta uy qurgan mana shunaqa. Umrbod mana shu uyda ikkalamizni birga yashashimizni niyat qilganlar. Lekin bizning niyatlarimiz-chi? Bizning niyatlarimiz nima bo'ladi? Bu oila bizaniki emas. Oldin yosh bola edinglar. Mayli. Ha endi katta erkaksizlar. Oilalisizlar. Akangizni o'zini uyi bo'lish kerak. Nima sen shu uyga sig'mayapsanmi? Shundoq katta uyga? Tushunsangiz-chi, nimaga tushunmaysiz? Meni tilla zanjirim yo'qoldi. Ertangdan yana bir narsa yo'qoladi. Bilib turibman. Ovsinim ataylab qizini meni xonamga kiritgan. Qizini mana shu ko'zguga qarab o'tirganini men o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Tilla taqinchog'imni ovsinim aytgani uchun cho'nchagiga solib chiqib ketgan qizi. Ko'zing bilan ko'rmasdan turib tuhmat qilma. Charos qo'li egri qiz emas. Shu paytgacha Ha, ko'zi kunda emas, kunida sinadi. Siz qayerdan bilasiz, a? Yosh bola narsa bo'lsa, balki onasi o'rgatgandir. Balki ko'ziga chiroyli ko'rinib olib chiqib ketgandir, a? Xo'p, shunday ham bo'ldi deylik. Nima? Hozir men nima qilishim kerak, a? Borib kichkina qizaloq kaltaklashim kerakmi? Charos nafaqat akamning qizi, meni ham qizim, bilyapsanmi? Qanaqa qilib akangizni qizi sizni qizingiz bo'ladi? Nimalar deysiz? Onasi boshqa bo'lsa, otasi boshqa bo'lsa, nima boshini silab katta qilib qo'ydingizmi? Bo'ldi, yetar. Hammasi jonimga tegib ketdi. Sekinroq gapir, eshitib qolishadi. Eshitdi. Ana ko'rdingizmi? O'zingiz uyingiz bo'lganda hech narsadan qo'rqmasdingiz. Siz qo'rqoqsiz. O'chir ovozingni.